Siz bilasizmi? Yaponiyaning tog'lari ostida eski shaxtada ulkan rezervuar yashiringan. Uni 50 ming tonna ultratoza suv bilan to'ldirishgan va devorlariga minglab oltin rangli fotodetektorlar o'rnatilgan. Bu joy Super Kamiokande, yer yuzidagi eng sezgir detektorlardan biri. Chuqur zulmatda u nimani qidiradi deb o'ylaysiz? U neytrinolarni tutadi. Neytrino kosmosdan keladigan sharpa zarrachalar. Ular har soniyada milliardlab sizning tanangizdan o'tib ketadi, lekin deyarli hech narsaga ta'sir qilmaydi. Bu yog'i kvant olami mavzusi. Tasavvur qiling, nazariy jihatdan bitta neytrino millionlab yerlardan ham o'tib ketishi mumkin. Ammo suv ichida zarra bilan to'qnashsa, kuchsiz ko'p chaqnash hosil bo'ladi. Ana shu chaqnashni hatto yagona fotonni qayd eta oladigan 13 mingdan ortiq sensor ushlab qoladi. Bir kun ichida atigi bir necha hodisa qayd etiladi. Aslida Super Kamiokande protonning parchalanishini qidirgan edi. Ammo 1998-yilda u butun fizikani larzaga keltirgan kashfiyot qildi. Neytrinolar massaga ega ekanini isbotladi. Bu esa standart modelni qayta ko'rib chiqishga majbur qildi va bizni hamma narsaning nazariyasi sari bir qadam yaqinlashtirdi. Agar qiziqarli ma'lumot va bilim olmoqchi bo'lmasangiz, kanalimizga obuna bo'lmang.